Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni 8-avgust holatida Sharxon tumaniga olib beryapmiz. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Juda katta obyekt ketyapti. Mana urilgan holatlari. Tashqarida yana bitta mashinamiz turibdi. Ikkinchi joyga, bitta mahallaga. Sizga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa, Sharxon, Naynavo atroflaridan bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ishlarimiz holati o'ta ideal holatda, umuman sho'ri chiqmaydi. Sho'ri chiqmaganligi uchun xudo xolasa zakaz qilishyapti. Endi 100% garantiya deb olib kelmaymiz. Ozmoz chiqishi mumkin deydi. Shu 100% chiqmagan holatlarini ko'rib turib, xudo xolasa qishga zakaz berishga, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Umuman deyarli sinig'i chiqmaydi. Holatlari o'ta ideal holatda. Ovozini ham eshitib turibsizlar. Ovozdan bemalol bir bo'lsa bo'ladi. Shunda qanchalik pishganligini chiroyli holatda. Mana undan oldinga olib kelgan restdagi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.